bormi? Marhamat, mana shu mahsulotdan foydalanib shifo topishingiz mumkin ekan. Bu 3-chi priborimiz. 4-chi priborimiz mana hozir protsedura ko'rsatinglar qizlar. Hozir mana dars davomida protsedurada bentun qabul qilyaptilar. Bu 7 yillik razrabotka o'rtoqlar. 7 yillik razrabotka, oxirgi razrabotka. Mana hozir 4 ta funksiya. Mana aktivator o'z yo'liga, sauna bagi o'z yo'liga, massajyor o'z yo'liga. Buni o'ziga xos xususiyatini aytaman hozir. 4 ta funksiya bitta apparatga joylashtirilgan. Issiqlik to'lqini bu zamonaviy sandal ili tancha desak bo'ladi. Kasallik oyoqdan boshlanar ekan, qanchalik darajada mana haroratni mana nima sog'lig'imizga bog'liqlik tarafi bor ekanda. Agar haroratimiz nima 30% ga nima bo'lsa ko'tariladigan bo'lsa, proses kuchayib ketar ekan. Modda almashinuv prosesi. 1 gradusga pastga tushadigan bo'lsa, organizmda juda haligi immunitet pasayish kuzatilar ekan. Bu mahsulotimiz mana infraqizil to'lqini bor, buning ichida issiqlik to'lqini bor, mana led chiroqlari bor. Hozir belingizga bog'lab oldingizmi? Demak, 4 ta funksiya bitta apparatga joylashtirilgan, plazma funksiyasi bor. Ya'ni mana shu havoni ionizatsiya qilib berar ekan bu mahsulotimiz. Endi ko'rsatmalari: artrit, artroz, og'riqli proses, poslanochniy grija, insultdan keyingi holatlarda bemalol foydalanishimiz mumkin ekan. Asosiy xususiyati nimadan iborat ekan? Organizmdagi namlik bilan sovuqlikni tashqariga chiqarishga yordam berar ekan. Mana shu kanallar, energetik kanallar bo'yicha ishlar ekan. Birinchi navbatda e'tibor berasizlar, mana shu yergacha issiqlik kelmagunicha buni taqishimiz kerak emas ekan. Tushundinglar? Nima uchun? Chunki masalan birinchi marta, ikkinchi marta olganda ko'pchilikda achchiq birdaniga shishib ketadi. Blokku bo'tda. Bu nima qiladi? Mana shu bloklarni ochib sizni kasalligingiz sababini yo'qotib berishga yordam berar ekan. Mana shu yergacha sezsangiz agar, bo'ldi, все, dальше belga beramiz. Belga bergunicha mana bundan foydalanar ekanmiz qizil chirog'idan. Gribok bo'ladimi, mana bu stafilokokmi, polniy xronический shamollash proseslarimizni восстановить qilib berishga yordam berar ekan bu mahsulotimiz. 12 yoshdan boshlab berasiz. Homiladorlarga, yosh bolalarga mumkin emas. Ekstreniy boyaga aytgan holatlarimiz bor. Stent bor, masalan yaqinda qo'yildi. Ani proses hali infarkt, miokard bo'laman deb turibdi. Insult holat u kровотечениеda mumkin emas. Nima uchun? Chunki mahsulotlarimiz qonni suyultiradi. Tomirda ichidagi aterosklerotik bilyashkalarimizni haligi tarqalib, yumshab, nima erib, nima qilib ketishga yordam berar ekan, yurakka nagruskani kamaytirar ekan, yuragimiz normal ishlab, bizning immunitetimiz tiklanar ekan. O'shaning uchun bu mahsulotlardan foydalanib, mana bitta pribor yo'nalishini aytdim sizlarga. Juda katta sog'lig'imizda natija qilishimiz mumkin ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Yerda men juda sevib qoldim kompaniyani deyman. Nima uchun? Chunki o'zimda o'zgarish, xo'jayinimlarda o'zgarish, mana odamlarda 2 kunda o'zgarish bo'ldi. Onam bilan men taxminman degan joyda menga zakaz berdilar. Mana stilkadan hozir stilka haqida gaplashamiz endi.